Nihayet şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismiyle başlayman. Selamun aleyküm. Tövende sizlerge tanıştırmakçı bolgan kitabımız qalbida imani acizligini bayqagan ve onundan qutuluş üçün bar amallarını qılıp bakkan bolsumu taza önümünü görelmegen, Allah'ın azabından qorqqan, imanının küçüyüşü ve Allah'ın razılığa erişini tolum arzu qılgan bir kişi tarafından otturup qoyulgan bir sual türetkisida yazılgan muhteşem bir eser. Bu eserinin ismi Dertler Davası. Edda ve Deva ev El-Cevabül Kafi. Bunun autori İmam İbn Qayyim Cevzi. Bu kitapni tercüm qilish planlaguchi Sirajiddin Azizi. Tercüm qilguchi Muhammad Emin Hacim. Tercümge qatnaşqıçılar Abu Bekir Abduqadir, Abduxaliq Said Ömer. Bet ve muqavalaligichi A. Aqhun. Bu kitap Şarkı Türkistan Ölmeler Birlik Neşriyatı tarafından İstanbul'da 2019 yılı mayda birinci qatim neşr kılıngan. Bu kitapның alayligi tövendikçe. Birinci, bu kitapta adamların ruhi dünyası nihayet inçik operasiya kılınıp düşündürülgen. İkinci, insandaki ruhtan ibaret bu cevherge qandaq muamele qilish ve onu qandaq qoğdaş, şundaqla qandaq ozuqlandırışның yolları tepsili görüstülgen. Üçüncü, günah ma'siyatga tushib qolganlarga kechirilmas jinoyatchilar sifatida muomala qilmasdan, balki do'stona holda ularning qo'lidan tutib, to'g'ri yo'lga yetaklashni va to'g'ri yo'l ko'rsatishni tashabbus qilgan. To'rtinchi, asarda boshdan oxir ilohiy sevgi va insoniy mehr-muhabbat kuylangan. Beshinchi, ko'plagan hikoyat va qissalarni bayon qilish orqali asarning ta'sirchanligi va jalbkorligi oshirilgan. Oltinchi, temalarga munosib holda xilma-xil mazmundagi she'rlar qistirilish orqali til va tasvir san'atini parlaq qilib, odamlarning ruhiy dunyosiga sho'ng'ib, qalb qatidagi mehr-muhabbat va fazilat baxtlarini taratib, buruq-turumliq ishida tunishib qo'yishning oldini olgan. Yettinchi, insonni insonlik maqomida tushunish tashabbus qilinib, uni goh farishtalarcha ma'sumlikka ko'tarib, goh shaytonlarcha azg'unlik bilan tamg'ilashdak o'ngchillik va so'lchillik xohishlardan yiroq turgan. Abdur kitabida qalb kasallariga Qur'on Karim va hadislar ko'rsatmasi bo'yicha diagnoz qo'yib, davolash choralarini o'tirib qo'ygan. Diagnoz qo'yib doğrusunu berish Allah nazil qilgan Qur'on Karimning xususiyatidir. Bu vaqtda Alloh taolo bunday deydi: Biz Qur'onni mu'minlarga shifo va rahmat qilib nazil qildik. Payg'ambar alayhissalom bunday deydi: Alloh taolo har qanday kasalni salsa, uning doğrusunu qo'shib beradi. İbn Qayyim bu kitobida gunoh ma'siyatlarning insonning dunyo oxiratiga, ijtimoiy jamiyat va muhitga intayin ziyonli ekanligi to'g'risida tafsili to'xtalib, bu gunohlardan qutulish haqida yetarli javoblarni bergan va unlik davolash usullarini ko'rsatib o'tgan. U bu vaqtda butun tirishchiliklari bilan samimiyat ko'rsatgan. Amaliyotda u mushu sohadagi eng ma'lumotli, bu vaqtda so'z qilishga eng munosib kishidir. Şoňlaşqa kitapni ko'rib chiqqan o'qirmanlar bu kitapning to'limi yaxshi, alohida manfaatli bir kitap ekanligini tushunib ketadi. Bu kitap haqiqatanmi dunyoda yaxshilik, oxiratda baxt saodat izlaydigan kishilarga to'lim zarur bir o'qishlik. Qarindoshlar, bu kitapni o'qib qolgan bo'lsanglar, ostiga inkor shaklida bu kitap to'g'riliq tushunchalarni yozishinglarni yoki texmi isil kitaplar bilan qarindoshlarimizning tanishib olish uchun yaxshi kitaplarni tavsiya qilishinglarni, kanalımızga a'zo bo'lib va ham bahrilab texim ko'p qarindoshlarga tarqatib qo'yishinglarni umid qilamiz. Rahmat.